Tak, savol berilyapti. Matkadagi varikoz butkul qutulish iloji bormi? Tuzalmas kasallik o'zi yo'q. O'lim va qarilikdan boshqa. Keyin varikozel haqida ikkita, ya'ni matkadagi varikozel haqida aytib o'taman. Ba'zi birlar qo'sh tirnoqni ichilar varikozel la qiladi-da, davosi yo'q, faqat operatsiya qolib ketadi-da. Keyin matkadagi varikozni birinchi aytib o'tay. Tushundingizmi? Qadimdan varikozel bo'lganmi, operatsiya bo'lganmi, bo'lmagan. Varikozelda davosi Ibn Sino kitobida ham yozilgan. Xo'sh, matkadagi varikoz nima qilamiz? Muskatni orex bor. Tak, mana rasman. Bozorda muskatni orexni olasizda, tak ezib olib yarmini xohlasangiz shimib yuring, xohlasangiz o'sha yarmini masalan stakanga suvni solasizda, iliq suvni solingda, boyagi yarimta muskatni orexni ezilganini solib aralashtirib, ozroqgina uksus soldingizda oshqoringa ichdingiz. Kelishdingizmi? 3 hafta shu narsani takrorlaysiz. 3 hafta osonroq usulni ayting, boshqa usullari ham yo'q. Yoki matkadagi varikozga, ya'ni nastoyka konskого kashtana yoki nastoyka safora yaponska, o'sha ham yaxshi ishlatiladi. Xuddi shunday varikozelga ham. Men yaxshilab tiklab qarasangiz, videom qo'yganman varikozel. Masalan, 100% ularga davosi bor, men davolaganman demayman. Masalan, kitobdagi informatsiyani aytayapman. Yana bir xillar kontent qilaman deb boshqa tabiblarni, bir narsalarni kimligini ham bilasiz. Varikozel davosi yo'q, ilmiy tilda mana shunday deb gapiradi. Tushundingizmi, qarochi? Shuning uchun tanlash imkoniyati o'zingizda. Kelishdikmi? Avvalambor bepul uy sharoitida davolaning. Bitta varikozelda anaqa qilish где-то 10 million atrofidami? Agar varikozel davosi topilsa, kimlar ko'proq zarar ko'radi? Albatta men emas. Albatta ko'chadagi giyoh sotuvchi emas. Tushundingizmi, xullas? Matkadagi varikoz ham xuddi shunday. Eslab qoling. Biz siz bilamiz. Sizda ortiqcha pul xarajat qilishingizdan bizlar naf topmaymiz. Imkon bo'lsa uy sharoitida davolaning. Ishoning, biz siz bilamiz.